5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda biz uchun tarixiy natija qayd etilishi mumkin. Buni millionlab vatandoshlarimiz his qilib turibdi va o'yinni stadiondan jonli tomosha qilmoqchi bo'lganlar soni juda ham ko'p. Bunday paytda albatta ishonchli va sifatli tur paketlarini xarid qilish juda muhim. Shuning uchun men Birlashgan Arab Amirliklariga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga markaziy sektor bilan ishlashni tavsiya qilaman. Sababi markaziy sektor Dohadagi Qatar bilan o'yinimizga, Real Madrid ishtirokidagi uchrashuvga va Saudiyadagi El Clasicoga 200 dan ortiq futbol muxlislari bilan muvaffaqiyatli safar tashkil etgan. Markaziy sektor bu safar All Nur Travel bilan hamkorlikda terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun 4 kunlik sayohat rejasini ishlab chiqdi. Quyidagi manzillar orqali bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. O'z joyingizni tezroq band qiling. Tarixiy natijani safarda birgalikda nasib qilsa nishonlaymiz.